3D geometriya kitobi. Ikkinchi test, demak, ikkinchi test tahlilini boshlaymiz. Ikkinchi testning birinchi savoli, demak, xo'sh, mana shunday savol berilgan. Demak, x ni topishimiz kerak. Mana bu ikkitasi parallel ekan va bu 90 gradus, bu 110 gradusga teng. Xo'sh, demak, bu 90 bo'lsa va mana bu parallel bo'lsa, men mana bu EK to'g'richisiqni davom ettiraman va mana bu yuqoridagi SD to'g'richiziqni ham davom ettirsam, nima bo'ladi? Bu yerdagi burchak mana bunga teng bo'ladi. Ya'ni parallel bo'lgani uchun ikkalasi mana shu burchaklar teng bo'ladi o'zaro. Endi bu burchak ham 90 bo'lsa, mana bu 110 bo'lsa, mana bu 70. Shunda 70 ga 20 ni qo'shsak 90 bo'ladi. Bu demak x imiz 20 gradusga tengligini bildiradi. Javob C. Xo'sh, endi navbatdagi demak ikkinchi test. Xo'sh, mana shunday chizma berilgan. Bu yerda KLM burchagi 80 gradus, BCD 90, BA va LK parallel ekan va CD va LM ham parallel ekan. Shunda bu ikkalasi parallelligidan, mana bu ikkalasi parallelligidan va bu ikkalasi parallelligidan nima kelib chiqadi? Mana bu yerdagi burchakning, ya'ni mana buni davom ettirsam, demak, mana shu yerda hosil bo'lgan burchagimiz. Ya'ni demak, buni to'g'ri chizib olay nuqtadan. Xo'sh, davom ettirsam. Ya'ni mana bu yerdagi burchak menda 80 gradusga teng bo'ladi. Mana bu bilan teng bo'ladi. Shunda bu yer 80, bu yer 90 bo'lsa, x imiz zigzag burchaklar xossasiga ko'ra, ya'ni 80 ga x ni qo'shsak 90 chiqishi kerak. X imiz demak 10 gradus bo'ladi. Bu bizda demak A javob. Demak, uchinchi test. Uchinchi test. Demak, bu ikkalasi teng, bu ikkalasi ham teng. Teng burchaklarni A, B, B deb belgilab olaman. Endi yoyiq burchak va bizdan nima so'rayapti? SOY burchakni. U qaysi burchak? SOY burchagimiz bu. Demak, SOY. SOY mana shu burchak ekan. Ya'ni bu qanday burchak? Bu A plus B burchagimiz ekan. Ya'ni A plus B burchagimizni so'rayapti bizdan. Endi biz A plus B ni topishimiz kerak shunda. Xo'sh, uni qanday topaman? Demak, ikkita A bor va ikkita B bor. Shunda ikkita A plus B plus 48 gradus teng 180 gradusga. Bundan demak A plus B teng bo'ladi 90 gradus minus 24 gradusga. Bu ham teng, demak 66 gradus. Bizda bu A variant. To'rtinchi test. To'rtinchi test demak, xo'sh, bir burchakning 180 gradusga to'ldiruvchisi uning 90 gradusga to'ldiruvchisining 2 barobaridan 36 gradusga katta bo'lsa, bu demak shu burchakning 180 gradusga to'ldiruvchisini toping deyapti. X burchak berilgan bo'lsin, uning 180 gradusga to'ldiruvchisi 180 minus x bo'ladi. Demak, ya'ni bu butunlari degani mana shu bo'ladi. Butunlari bu 180 gradusga to'ldiruvchisi bo'ladi, 90 gradusga to'ldiruvchisi butunlari bo'ladi. Endi nima deyapti? Mana shu butunlari deyapti, teng deyapti. 90 minus x ning 2 baravaridan 36 gradusga katta ekan, ya'ni bunga demak 2 ni ko'paytirib 36 ni qo'shsak, ya'ni butunlari hosil bo'lyapti. Endi xo'sh, bu tenglamadan demak 180 minus x ni topishim kerak. Uning uchun x ni topaman. Demak, x ni topishim uchun men qaslarni ochib chiqaman. 180 minus x teng 180 minus 2x plus 36. Bundan demak 180 lar qisqaradi. 2x o'ng tomonga o'tsa 2x minus x qoladi. Teng bu tomonda 36 qoladi. X imiz 36 ga teng bo'lsa, 180 minus x imiz 180 minus 36, u ham 144 gradusga teng bo'lar ekan. Bu bizda demak B javob bo'lar ekan. 5-chi test. Xo'sh, bu chizmadan demak x ni topishimiz kerak. Ikkita parallel va ikkita teng burchak. Demak,
SDY 115 gradusga teng ekan. Xo'sh, bu 115 bo'lsa, bu 90 bo'lsa, mana bu ikkalasining parallelligidan mana bu yerdagi burchak ham 90 ga teng bo'ladi. Demak, bu har qaysisi 45 gradusdan bo'ladi buni. Endi 45 gradusdan ekan bittasi, shunda bu yer 90 bo'lsa, uni qarama-qarshisi ham 90, qo'shnisi ham, ya'ni xo'sh, endi to'rtburchak hosil bo'ldi mana bu yerdan. Demak, SBYD to'rtburchagidan x ni topishim mumkin. Uning uchun demak 90 ga qo'shaman 45 ni, unga ham 115 ni qo'shib chiqqan javobdan, demak bu yerdan xo'sh, necha chiqadi? Ikkalasini qo'shsak 260, 260 ga demak 90 ni qo'shsak 250 chiqadimi? Xo'sh, necha chiqadi shunda? 100 buni 160, 160 ga 90, 250, 250 gradus bo'lar ekan. Endi 360 dan 250 ni ayirsak nima chiqadi? X chiqadi. Demak, x imiz 110 gradusga teng ekan. Bu bizda xo'sh, Y javob. 6-test. Xo'sh, bunda ham bitta burchak 130 ga, ikkinchisi 60 ga va bitta perpendikulyar, bitta parallel. Mana shu xossalardan foydalanib, demak, x burchakni topishimiz kerak. Xo'sh, buni topish uchun nima qilaman? Demak, buni topishim uchun men mana bu BY ni davom ettiraman. BY ni davom ettirsam, BY ni davom ettiraman va yana BS ni davom ettiraman. Shunda nima hosil bo'ladi? Mana bu to'g'ri burchakli uchburchak hosil bo'ladi. Bir burchagi 90, ikkinchisi 60, uchinchisi 30 gradus bo'ladi. Shunda bu yer 90, uchi 30 gradus bo'ladi. 30 gradus bo'lsa, bu yer x, mana bu almashinuvchi burchaklardan bu yer ham, mana bu yer ham x bo'ladi. Xo'sh, mana bu tashqi burchak 130 bo'lsa, demak x imiz x ga 30 ni qo'shganimiz 130 ga teng bo'lyapti. Bu demak x imiz 100 ga tengligini bildiradi. Demak, x imiz 100 gradus, bu bizda xo'sh, D javob ekan. Navbatdagi, demak, 7-test. Bu yerda mana bu ikkita burchak o'zaro teng, demak bu 48 bo'lsa, xo'sh, 180 dan 48 ni ayirsak 132, 2 ga bo'lsak 66 gradusdan to'g'ri keladi. Bu yoq burchak bo'lgani uchun endi SA va DY parallel va yana bizda BD bilan F parallel. Bu yer 66 bo'lsa, mana bu yer ham 66 gradus bo'ladi. Bu ikkalasi ham parallel bo'lgani uchun, bu ikkalasi ham parallel, demak, parallel bo'lgani uchun mana bu joyimiz ham x ga teng bo'ladimi? Xo'sh, shunda bu yer x bo'lsa, demak 2x ga 132 gradusni qo'shganimiz 360 gradusga teng. Unda x plus 66 teng bo'ladi 180 gradusga. Shunda x imiz teng bo'ladi 114 gradusga teng bo'lar ekan. Bu bizda demak D javob bo'ladi. Navbatdagi, demak, 8-test. Bu yerda AB va EF parallel. ABC 95 gradus, BCD 50, FYD 45 gradusga teng bo'lsa, SDY x burchakni toping deyapti. Buni topishim uchun, demak, men nima qilaman? Qaysi chiziqni davom ettirsam ekan? Demak, AB ni davom ettirsam. AB ni davom ettirsam. Xo'sh, AB ni davom ettirsam. AB ni davom ettirsam bo'ldi ekan. Bu yer 45 bo'lsa, mana bu parallel bo'lgani uchun, AB va EF parallel bo'lgani uchun bu yer ham 45 gradus bo'ladi. Bu yer 45 bo'lsa, mana bu joyimiz, demak, mana shu joyi, mana bu qora bilan bo'yalgan joyim 135 gradus bo'ladi. Unda bu yer 95 bo'lsa, uni qo'shni burchagi 85 gradus bo'ladi. Va men endi to'rtburchak hosil qildim mana bu yerda. Demak, to'rtburchakni bo'yab qo'yaman. Belgili bo'lish uchun, demak, mana shunday to'rtburchak bor menda. Ko'k bilan bo'yayapman uni. Mana shu to'rtburchakdan, demak,
mana shu 4 burchakdan x ni topishim mumkin. Ya'ni 3 ta burchagi bor. Mana bu 50, 85 va 135. 4-chi burchagi x. X nimaga teng bo'ladi? 360 dan ayiraman mana bularning yig'intisini. Demak, bularning yig'intisi 135 ga 85 ni qo'shsak 240, 240 ga demak 240 mi necha bo'ladi? Xo'sh, to'g'ri. 240 bo'lar ekan. 240 ga 50 ni qo'shsak 290. 290 bo'lsa x imiz necha bo'ladi? 290 yo'q. 135 ga 85 ni qo'shamiz. Demak 0, 4, 240. 240 ga 50 ni qo'shaman. 240 ga 50 ni qo'shsam 290. Shunda x imiz 70 ga teng bo'lyapti. 290 x imiz 70 bo'lyapti. 70. Lekin bu yerda 70 degan javob yo'q. Xo'sh, demak buni qaytadan yozib ko'raman. Demak 35, 135 to'g'ri. 85 bo'ladi. Bu ham to'g'ri. Bu yer x. Demak, bu yer 50 gradus. Ikkalasini qo'shsak 240. Xo'sh, 240 ga 50 ni qo'shsak 290. Bunda x imiz nimaga teng bo'ladi? 290 bo'lsa. Xo'sh, 45. 45 ni qarshisida 135. 95 ni qarshisida 85. To'g'ri. Mana bu yer 50. Xo'sh, demak demak 220 bo'lar ekan. 240 emas. Shunda 220 ga 50 ni qo'shsak x teng 360 ayrilgan 270 bo'ladi. U ham demak 90 gradusga teng bo'lar ekan. Bizda bu demak C javob bo'lar ekan. To'g'ri javob C. Ya'ni 90 gradusga teng bo'lyapti bu burchagimiz. Xo'sh, navbatdagi demak bizda 9-test. Xo'sh, ikkita parallel, bu yerda bitta perpendikulyar mana bu va ASB bilan BSD burchak teng ekan. Tenglik o'zaro berilgan demak. SAB 70, SD 30 bo'lsa, SBF alfani topishimiz kerak. Xo'sh, bularni men demak beta deb belgilab olay. Beta deb belgiladim. Endi xo'sh, bundan demak tashqi burchak xossasi bo'yicha alfamiz nimaga teng bo'ladi? Alfamiz teng bo'ladi. Alfa teng demak beta plus 70 gradusga. Alfa shunga teng ekan. Endi mana bu demak perpendikulyarni davom ettirsam yuqoriga tomon davom ettirsam nima hosil bo'ladi? Endi mana bu yer 90 gradus bo'ladi. Va 90 mana bu yer 30 bo'lsa, uning qo'shni burchagi 150 gradus bo'ladi. Demak 70, 90, 150 2 betdan topishim mumkin. Mana bu yer 2 betta. Shunda 2 bettamiz teng bo'ladi nimaga? Xo'sh, 150 70, 220, 220 90, 310. 300 demak 220 bosh 90, 310. 310 bo'lsa, bettamiz shunda 360 dan 310 ni aytsak 50 gradus bo'ladi. 2 bettamiz 25 gradus bo'ladi. Endi alfani topamiz. Alfamiz beta plus 70 edi, ya'ni bu 25 gradus plus 70 gradus. Bu demak alfamiz 95 gradusga teng ekan. Xo'sh, bu bizda 95 gradus B javob. Xo'sh, 10-test. 10-test yuqorida demak. Xo'sh, bu xossadan demak bitta xossadan foydalanib chiqariladigan test. Bu 10-testimiz. Bu qaysi xossa? Ya'ni bizda mana shunday ikkita parallel to'g'ri chiziq orasida 4 ta burchak berilgan bo'lsa, mana shu kabi 4 ta burchak berilgan bo'lsa, demak bularni men A, B, C va D deb olsam, bularning yig'intisi 360 gradusga teng. 360 emas, agar 3 ta bo'lsa 360 bo'ladi, 540 gradusga teng. 540 gradus. Demak, x imiz shunda necha bo'ladi? Bu ikkalasini qo'shsak 240.
240 ga 160 ni qo'shsak, demak 400 bo'ladi. Bu uchalasining yig'indisi. Shunda x'imiz 140 gradusga teng bo'ladi xossa bo'yicha. Bu bizda demak A javobda. 11-test. Mana shu demak nimadan ikkita parallel va o'zaro teng burchaklardan demak ikkita berilgan. BFE 45, DF 95 bo'lsa, demak qaysi burchak? BSda x burchakni topishimiz kerak ekan. Xo'sh, demak bu burchakni topish uchun mana bu yerni A, mana bu yerni ham A deb olaman. Shuni boshqa rangda yozay. Xo'sh, mana bu yerni A, buni ham A deb olaman. Xo'sh, bu chiziqni, demak mana bu yerni B, mana bu yerni ham B deb olaman. Kichkina b, mana bu yoq ham b. Endi mana buni davom ettirsam, ya'ni BF to'g'ri chiziqni davom ettiraman. Unda nima hosil bo'ladi? Menda demak nima hosil bo'lyapti? Davom ettirsam, xo'sh, oxirigacha davom ettirib qo'yishini. Demak, oxirigacha davom ettirsam, kesib o'tyapti shu yerda va bu nimaga olib kelyapti? Bu demak, xo'sh, mana bu burchak tashqi burchak bo'lgani uchun x va a ning yig'indisiga teng bo'lyapti. Demak, bu xo'sh, nimaga teng bo'ladi? X plus a ga teng bo'ladi. Mana bu burchagimiz. Xo'sh, endi bu demak bu burchak bilan mana bu yerdagi burchak teng bo'ladi. Ichki almashinuvchi bo'lgani uchun, demak, bu 2a ga teng bo'ladi. Shunda nima hosil bo'lyapti? X plus a teng bo'lyapti 2a plus b ga. Bundan demak x teng bo'ladi a plus b ga teng bo'lyapti x'imiz. Endi xo'sh, bu yer 45 bo'lsa, demak bu yer 45 bo'lsa, demak yana nima ma'lum menda? Bu yerning 45ligidan men shu qaysi to'g'ri chiziqda davom ettirishim kerak endi. Bu demak mana bu f ni davom ettirib ko'raman. f ni davom ettirsam, demak f ni davom ettirsam, menda nima hosil bo'ladi? Bu yer ham 45 bo'ladi. Buni qarama-qarshi tomoni bo'lgani uchun 45 gradus va demak mana bu burchak bilan qaysi burchak teng? Bu demak mana shu uch burchakdan, ya'ni E, D, mana bu yerni kesishgan joyini men qandaydir bir S harfi bilan belgilab olay. Bunda E, D, S uch burchagidan mana bu burchagimiz, S uchidagi burchagimiz nimaga teng bo'ladi? Demak, 180 dan mana bu 95 va B ni yig'indisini aytib tashlayman. Shunda 85 minus B ga teng bo'ladi. Endi x plus a shuningdek mana bu 45 va 85 minus b ni yig'indisiga teng bo'ladi. Shunda x plus a yana nimaga teng bo'ladi? X plus a teng bo'ladi. Xo'sh, 45 ga 85 ni qo'shsak 130. 130 gradus minus b ga teng bo'ladi. Bundan nimani topa olaman? Demak, xo'sh, x plus a b ni bu tomonga o'tkazsam plus b teng 130 gradus bo'ladi. Demak, a plus b imiz x ga teng edi. Shunda a plus b ni o'rniga x ni qo'ysam 2x bo'ladi. Teng 130 gradusga. Bundan demak x imiz 65 gradusga tengligi kelib chiqadi. Bu bizda demak 65 gradusimiz bizda B variantda bo'lyapti. To'g'ri javob B. Xo'sh, navbatdagi demak 12-test. Bundan biz x ni topishimiz kerak. Demak, x ni topmoqchi bo'lsak, biz qaysi to'g'ri chiziqni davom ettirganimiz foydali. Xo'sh, buni davom ettirsam murakkablashib ketar ekan. Xo'sh, s dan davom ettirib ko'ray. Demak, s dan davom ettiraman. Shunda nima hosil bo'ladi? S dan davom ettirsam, menda mana bu yerdagi burchagim, demak, bu yer 70 bo'ladi. Shunda bu yer 50 va 70 ning yig'indisi 120 ga teng bo'ladi.
Xo'sh, bu qo'shni burchagimiz 110 gradus. Mana bu tomoni, demak 105 gradus bo'lsa, mana bu yerdagi teng burchaklarni topa olaman men. Xo'sh, bu yerdagi teng burchaklarni, demak, uchalasini qo'shib, to'rtburchak bo'lgani uchun mana bu yerni K desam, K harfi bor ekan, qandaydir K harfi desam, demak K, A, Y, D to'rtburchak bo'lyapti. Bundan mana bu yerdagi A burchakni topa olaman. Bu yer ham A ga teng. Xo'sh, A ni topish uchun mana bu uchalasini qo'shaman. 120 ga 110 ni, unga ham 105 gradusni qo'shsam, necha gradus bo'ladi? Demak, xo'sh, 105, 110, 115, 115, 120, 335. Shunda A miz 25 gradusdan bo'ladi. A 25 gradusga teng bo'ladi. Unda mana bu yer ham 25 gradus bo'ladi. Buni demak 25 deb olay bularni. Shunda ustidagi burchak mana bu yer 25 gradusdan ekan, teng burchaklarni har birisi. Endi x ni topish uchun, demak, keyingi to'rtburchakni qarayman. Keyingi to'rtburchak Y, D, K, F to'rtburchagi mana bu, ya'ni Y, D, K, F to'rtburchagi. Bu yerda ham ikkita burchak bor. Bittasi 25 ga, bittasi 75 ga, bittasi 90 ga teng. Endi to'rtinchisi nimaga teng? To'rtinchisi y ga teng deb olay. Endi y ni topishim uchun men nima qilaman? Y ni topishim uchun, demak, ikkalasini qo'shaman. Demak, 75 ga 25 ni qo'shsam bu 100 bo'ladi. 100 ga 90 ni qo'shsam 190. 360 dan 190 ni ayiraman. Xo'sh, demak 360 dan 190 ni ayirsam, xo'sh, y teng bo'ladi. Shunda 170 ga teng bo'lar ekan. Y 170 ga teng bo'lsa, x va y bu yerda, demak, o'zaro qo'shni burchak bo'lgani uchun x miz teng bo'ladi 180 gradus minus y ga, ya'ni 170 gradusga. Demak, 180 dan 170 ni ayiraman, u demak 10 gradusga tengligi kelib chiqadi. Xo'sh, 10 gradus bizda bu, demak, y javob. Ya'ni x miz 10 gradusga teng ekan. Xo'sh, shuning bilan 3D geometriya kitobidagi ikkinchi test tahlilini ko'rib o'tdik. Qolgan testlarni ham tahlil qilishni davom etamiz. Bizni kuzatishda davom eting.